Mana o'zidan qol oxir. İşimiz ne iş böyle? İşimiz şu aka 6000 beryapti. 6000 ha. Toyif uzumlarchi. Toyiblar aka 11000 10.000 qilib beryapti. Ha, 10.000 holatiga qarab, ha. Ha, 12000 gacha bor. Chetda mahsulotiga talab yuqori bo'lib ketyapti. Yildan yilga. Uskat uzumni bemaza deyishadi, kecha yo'qdim, to'g'risi. Zarketda edi, Nodir Beylarni nimasi. Yeb maza qilasiz, to'g'risi. Bizni mahsulot yomon demoqchi emasman, zo'r. Qandaydir tortin pasayib ketdi. Nechi pul? 250 ming yaxshi, Xitoy muskat uzumi. Hozir mana 5000 6000. Mana shunday dehqondan 10.000 dan arzon olinmagan. 14000 so'm olingan. Dehqondan. 14000 so'm, 18000 so'm chiqqan hali deydilar, narxi bilan rasm. Endi bu 6000 hali buni yo'l kirasiz bozor. Qo'lingizga 3000 4000 pul tegayapti. Yaxshi emas-da. Yaxshi emas, aka, yaxshi emas. Biz shu yaxshilash uchun nima qilsak, O'zbekistonda mahsuloti yaxshi sotiladi deb biz ham sizlar qatori bosh qatiryapmiz. O'zbek brendini ko'taraylik. Chet davlat bizdan ko'ra naloq ko'p to'laydi. Buni odamlar aytadiki, "Aqda suv arzon, yo'l kira." Qaysi tarafda ularda ham muammo bor. Lekin ular o'zini ustida o'zini davlatini himoya qilyapti. Biz o'zi boshimcha qatlam ko'payib qo'ygan. Qanaqa? Men sizga gapingizga kirmayman, siz bu akani gapiga kirmaysiz. Hamma o'zidan kimdir yasab olgan. Mana o'zidan qol oxir. İşimiz ne iş böyle? İşimiz şu aka 6000 beryapti. 6000 ha. Toyif uzumlarchi. Toyiblar aka 11000 10.000 qilib beryapti. Ha, 10.000 holatiga qarab, ha. Ha, 12000 gacha bor. Chetda mahsulotiga talab yuqori bo'lib ketyapti. Yildan yilga. Uskat uzumni bemaza deyishadi, kecha yo'qdim, to'g'risi. Zarketda edi, Nodir Beylarni nimasi. Yeb maza qilasiz, to'g'risi. Bizni mahsulot yomon demoqchi emasman, zo'r. Qandaydir tortin pasayib ketdi. Nechi pul? 250 ming yaxshi, Xitoy muskat uzumi. Hozir mana 5000 6000. Mana shunday dehqondan 10.000 dan arzon olinmagan. 14000 so'm olingan. Dehqondan. 14000 so'm, 18000 so'm chiqqan hali deydilar, narxi bilan rasm. Endi bu 6000 hali buni yo'l kirasiz bozor. Qo'lingizga 3000 4000 pul tegayapti. Yaxshi emas-da. Yaxshi emas, aka, yaxshi emas. Biz shu yaxshilash uchun nima qilsak, O'zbekistonda mahsuloti yaxshi sotiladi deb biz ham sizlar qatori bosh qatiryapmiz. O'zbek brendini ko'taraylik. Chet davlat bizdan ko'ra naloq ko'p to'laydi. Buni odamlar aytadiki, "Aqda suv arzon, yo'l kira." Qaysi tarafda ularda ham muammo bor. Lekin ular o'zini ustida o'zini davlatini himoya qilyapti. Biz o'zi boshimcha qatlam ko'payib qo'ygan. Qanaqa? Men sizga gapingizga kirmayman, siz bu akani gapiga kirmaysiz. Hamma o'zidan kimdir yasab olgan.